bugun sizlar bilan 30 kilovat haqida gaplashyapmiz. 40 metrga 30 kilovat bilan suv chiqaradigan bolalar. Namanganlik bolalar bular. Mana ko'rishlar bugun hamma yo'q. Qattiq bo'lyapti. Nasos qo'shdi. Ana bekitib turib qo'shing-da. Qayda? Yo'q, qo'shmayman. Qo'shcha ichiga chiqarganda suvni bilamiz, haligi sizlar amperini. Assalomu alaykum, hurmatli dehqon fermer akalar. Sizlar bilan Jahongirov. Hurmatli dehqon aka, fermer aka, bilaman sizdan bittadan like-ga qizg'onmaysizlar. Videoni boshidan like-ni bosib, xudo xolasa bizni kuzatishda davom ettirasizlar. Nasos narxlari, polietilen narxlari, xizmat narxlari, shit narxlarini videoda davomida aytib o'taman do'stlar. Sizlar mana suvni ko'rishlaring mumkin. Bu joyda 55 kilovatli nasos bo'lgan, uni o'rniga 159 lik turbada 37 kilovat qo'ydik. Hozirda 30 kilovat rasxod qilyapman. Ko'rishlaring mumkin. 45 metr podyom, 350 metrda. Bu joyga unda ham 55 kilovat pastlikka qo'yilgan. Bundan 60-70 metr pastlikka qo'yilgan eng asosiy podyom mana shu joyda o'zlari fermer akamiz aytdilar, 55 kilovat bundan mashinaqa atrofida bundan kamroq tashagan. Suvi zo'r dedilar, 55 kilovat ishlatganlar. Pastlikda transformatorda oldida mana. Ukamashida nasos yurgizib o'tiribdi. Mana shu joyda. Voy voy. Mana shu joyda hozir ko'rishlaring mumkin. Polietilen turbalarimiz shu Toshkent Ohangarondan olib kelindi 159 08 tenkasini 85 mingdan olib keldilar shu joyga. Zavoddan chiqishi 85 mingdan olib kelishdi. Bundan bu yog'i o'zlarining temir turbalari bo'lgan. Temir turbalari bo'lgan. Bu joyga biz elektroshit, xizmat, nasos qo'yib beradigan bo'ldik. Uchalasini hisoblaganda barchasi bo'lib 32-33 million so'mga dogovor qildik. 33 million so'mga 37 kilovat nasos ustanovka qilib berdik. Uning ichida o'sha adapter, planis, obratniy klapan shunaqalari ham bor. Hamma narsasi mana yurgizib berib, xudo xolasa yuzimiz yorug' bo'lib, bu joyda mana ishimizni yakunladik. Barchaga rahmat. Bittadan like, kommentariya, kimgadir shunday xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, opsiyaniyada nomer qoldiramiz mana. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. Xudo xolasa ishlaringni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Hozir necha kilovat ishlay turganlarni ham amperlarni ko'rsataman. Sizlar o'shanda bilib olishlaring mumkin. O'zi dehqonlar amperga hamma narsaga tushunishadi. Uzoq borib xudo xolasa videolarni to'liq montajlarini qo'yib o'tamiz. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Hammaga rahmat do'stlar.